Tayyorlanishini ham ozgina ko'rsatib berib ketaman. Bizda filtr suv bor. O'sha filtr suvdan ozgina solib oldim va bu erish uchun albatta qaynoq shaqillab turgan suvdan ham solaman, chunki iliqroq qilib ichgan odam organizmiga foydaliroq hisoblanadi. Qaynoq suvdan ham ozgina so'raman. Iliq holatda bo'ldi. Mana shuni o'zi yetarli darajada. Buni ko'limizni ikkalamiz. Men nimaga ikkitadan tayyorlayapman? Bu kollagenlarni bemalol erkaklar ham ichsa bo'ladi. Ya'ni xo'jayinimga bittasini tayyorlayman, bittasini o'zimga tayyorlayman. Xo'jayinim ham yoshlari уже 40 dan oshgan. Ularga ham foydali, meniki 35 dan oshgan, menga ham foydali. Shuning uchun organizminglarni to'yintirish uchun обязательно baribir bir kunda bir mahal ertalab och qoringa kollagen ichsanglar ham o'zingizlarni tetik tutasizlar, ham juda ham foydali organizminglar uchun bo'ladi. Bir oyda bir marta o'zingizlar uchun 300 ming ayamasdan albatta bu kollagenlarimizdan olib ichib ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Juda ham sifati zo'r